الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبات للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aldı bilen Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd sanalar olsun. Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durur salamlar. Bu kişiniki ayet havatları, dost yararları, ashablarıga Allah'ın rahmeti ve salamlar olsun. Hem de ben bugün toxtalmoqchi olan tema, ma'lum bir sahabeniki siri takip toxtalman. Her bir kavimniki, her bir milletning, her bir toplumning ma'lum bir shaxsiyati bo'ldi ekan. Avlodlarga, xalqiga mushu sizlarning ulganlar deb kitaplarda yezib dastan qilib qoldirdigan, mushu sening ulganlar deb o'rgatadigan bir ma'lum bir shaxsiyat bo'ldi ekan. Hamda unda shaxsiyati yo'q qavmcha. Ashunda bir shaxsiyatni yezib, yo'q bo'lsa-mu, kitaplarda yezib, kino filmlarda ishlab qoldirdi ekan. Hamda biz musulmonlar, bizning ulgularimiz nəhayət ko'p hamda. Ulgularimizningki birinchisi Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu zatning ashablari hammasi birer ulga. Hammasi bizga birdan ulgu bo'lalaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki ashablari bir yulduzga o'xshaydi. Kimiki shu yulduzga agishib mansa, xuddi cho'lda ezib ketgan odam yulduzga qarab minib cho'ldan chiqib ketganga o'xshash nijotga erishadigan inshaalloh. Endi biz aramızda mertlik, sıhhilik, batırlık, cangdaki ötkür zekası ve taktikisi bilen tunulgan bir sahabeler tuyuştukmuz hem de. Bu zat Halid ibn Velid radıyallahu anh. Halid ibn Velid radıyallahu anh 592 yılısı Mekke'de tuğulgan. Bu zat Kureyş'tin. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Kureyş'tin, bu zat mı Kureyş'tin. Ama cemaat olarak Peygamber aleyhisselam Beni Haşim cemaat edin, bu zat Beni Mahzum cemaat edin. Hem de bu zat tuğulgan çağda, bunun atısı, Halid ibn Velid'nin atısı, Velid ibn Mughire, bu kişinin nimiga, şu Bavadilarga, şu Irak yezilarga, evet edilken bir inikanı tutup, şehirde çoğun olsa onda. Araplar şundan adet ekan de. Aş qo'y baqqanni, kali baqqanni, at baqqan, at ustida chavandozlik qilgan kishilarni ko'rib, batur cho'ng'uson deb bolalarini shu tug'ilgan vaqtida bir imkon tutib, shu yezlarga jafolik yarak avat etgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ham alimonimizni imkonni qilib tutib, shu Iroq yeriga avat etgan. 5 yoshga chiqqan payg'ambar ham shat turgan. Halid radhiyallohu anhu ham shu yerda 5-6 yosh atrofiga shaharda turgan. Keyin qaytirib kelgan. Endi Halid ibn Velid'ninki atısı Velid ibn Mughire Mekke aqsoqollariniki birisi. İntan parasatli ketgan odam. Ahli zakası kuchli bo'lgan odam. Mekke ahli bir ishda qiyinchilik yo'liqsa, shu odamning oldiga masala so'raydi. Bunday bir qiyinchilik bor, qanday qilaylik deb. Shu odam masala ko'rsatdik qildi. Ammo islom va iymon birodarlar, bir kişiniki zakasıga, bir kişinin akliga qarmaydi ekan. Allah Taala kimni hidoyat qilsa, shu islomga kirdi ekan. Bu kishi islomga dushmanlik qilish bilan o'tib ketgan Velid ibn Mughire. Shuning uchun bizga berilgan bu islom, iymon ne'matini qadrlaydi. Allohga kunda 100 minglab hamd sanoy istihmozlik qildi ekan. Hamda Halid ibn Velidning Velid ibn Velid de bir aksi var. Bu kişi bir qancha yoshlar cho'ng deyildi ekanda. Halid radhiyallohu anhu nimaga Badr urushi qatnashgan. Ammo Velid ibn Velid, Halidning akisi Badr urushi qatnashgan. Musulmonlarga qarshi mushriklar sepib turib Badr urushi qatnashgan, Payg'ambar alayhisolamga yengilib Badrda asirga tushgan kishilarning birisi. O'zini fidya to'lab, pulusini to'lab akitish bir arlig'ida nimda Madinada asirlikda turgan. Shu asnoda Payg'ambar alayhisolamni va sahobalarni ko'rib,
Şu İslam'daki güzelliğini görüp bu adam kalbide İslam keltirgan. Keyin qarindishi Halid ibn Valid uni kelib fidyasini to'lab payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ketgan. Makkaga kelgandan keyin uzun o'tmay qochib bu odam Madinaga berib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keltirgan. Hamda Halid ibn Valid radhiyallohu anhu arablarniki ichida shuna bir gap bor ekan. Arablarniki Makkaliklarning ichida ikki kishi bor. Jangga otning chulurini tutmasdan qo'liga ikki qilich ilib, jangga kirib, dushmanlarni yiqitib, hayot qaytib chiqa oladigan botir ikkisi bor. Birisi Zubayr ibn Avvam. Yani birisi Halid ibn Valid deyishdi ekan. Bu odam shundan botir o'tgan odam. İslamiyatdan burun ham, İslamiyatdan keyin ham hech bir jangda yengilib bo'lmagan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hech yengilmagan, ammo Uhud kunisi Halid ibn Valid yengib qo'ygan. Payg'ambar alayhisolam musulmonlarni. Bu adam Uhud urushi qatnashgan, mushriklarniki qo'mondon bo'lib qatnashgan. Halid ibn Valid. Uhud kunisi Payg'ambar alayhisolam bir turkum kishilarni tog' ustiga, Uhud tog'ining atrofidagi bir to'plikka joylashtirgan o'quvchilarni. Sizlar mayadan tushmaysizlar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, yengayli yoki yengilaylar, mag'lub bo'laylar yoki g'olib kelaylar, tushmaysizlar. Dushmanni kelishidan o'qiyotib bizni mudofaa qilsizlar deb noji kelgan. Jangning dastlabki bosqichlarida musulmonlar g'olib kelgan. Dushmanlar qochgan, uyliklarini tashlab, g'animatlarni tashlab qochishgan. Ashu to'plikning ustidagi kamonchilar, o'qiyotchilar ancha-muncha vasvaslangan. Dushman qochdi, g'animatlar qoldi, bo'ldi tushib olaylik deb, ben sahobalar to'sishga qarmay 10 nechilagan kishi to'plikdan tushib ketgan. Shuning bilan yiroq bir joyda Halid ibn Valid va chavandozlar buni kuzatib turgan. Ha, fursat keldi, mushayda uraylik deb, bo'shab qolgan istehkomdan kirib, oqidan kirib musulmonlarni qurgan. Shu kunisi 70 necha sahoba shahid ketgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki tog'isi Hamza radhiyallohu anhu, Musab ibn Umayr qatorliq katta sahobalar shu kunisi Uhud kunisi shahid ketgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu kunisi yaralangan. Ana shu Uhud bu Allah'ınki bir imtihan hamda Uhud kunisi. Bu haqda alınan nurgun kitaplarını yazgan, nurgun dersler kılgan, Uhud günüsü ve ondan çıkarılgan ibretlerdir. Hem de buradarlar, Uhud günüsü bizge nimin öğütüdü olsa, her bir kişi özüge tapşırılgan vazifene yaxşı ada kılış gerek. Özüge tapşırılgan vazifede çın duruş gerek. Xuddi bir üstü doktor, doktorluk kılgan, operasyon kılgan doktor, bo'ldi ben adın başlap aldın kısap çıkıp cihat kılmaya da Kur'an götürüp çıkarsa, doktorluk onu boş kaldı. Düşman aşağıdan vurdu. Yani cık kayıplar, cık yuktuşlar buldu ya da. Şuna bu Uhud uruşidiki bu hikmet Allah Teala'nın ki bu imtihanı ne olsa tapşırılgan vazifede çın duruş gerek. Ama onun için bu galbe yüzünü dostlarga deydi. Hem de Halid radhiyallohu anhu'niki İslamiyeti hakkında bir qancha xil tarixiy rivoyat haqida rivoyatlar bor. Sahih rivoyatlarda Hudaybiya sulhisidan keyin Makka fathisidan 6 oy burun iymon keltirgan deyildi. Hamda bir qismi bor. Bayağı aytganimizdek Valid ibn Valid, Halidniki aksi ilgari kelib musulmon bo'lgan. Bu kishi kelib Madinada Rasulullah'a degan. Ya Resulullah, hamda billah, atam ket qaldi, İslamga düşmanlik qilib, palanchi tuqqanlarimiz ket qaldi. İnsonniki birodarlar. Bir inson bo'lishibdilar, o'zining otasiga, o'zining akasiga, qarindoshlariga, mushudan bir musulmon bo'lib qoldi, islom keltirib qoldi deb bu kuyinish, bu fitrat, bu insonlik Alloh taolo ashdan yaratgan. O'zining yaqin qarindoshlarini baxtga erishishdi deb yashaydigan bir bu nima? İnsonniki fitrati. Shunda degan. Palançlar ket qaldi, İslamga erishmay ket qaldi, Alloh dushman bo'lib ket qaldi. Hamda mushu tek Halid qaldi. Bir duo qilsa ya Rasulullah. Halidga Allah İslam nasib qilgan bo'lsa, o'zir billah, Halid sharafli inson, sixiy, mard inson, jangda nihoyat botir inson, qo'mondan bo'lib o'tgan odam. O'zlari bir duo qilgan bo'lsa dedi. Va deb bo'lib Rasulullohning og'zi qarab turdi bu zot. Rasululloh nima deydigan deb. Çünkü Uhud günüsü 70 neçe sahabınınki şehit buluşuğu sebepçi adam. Resulullah çıkıp
Yok kechirmaymiz Xolidni. Yana sahabalarni şehit qildi bu. Nurg'un qon to'kilishga sababchi bo'ldi bu. Yo'q biz uning bilan uch adovatlik husumatlashgan odam deb qolsa maqtdi. O'zining tog'isining shehid yukichiga, nurg'un sahobaning shehid yukichiga sababchi bo'ldi. Ammo Rasululloh anladim edi. Nima dedi? Xolid aqlli odam. Uningga tabliq qilish ketmaydi. U haq naqni bilalaydigan odam o. Uningga kelib islomga kir, anda qil, bunda qilish deyish ketmaydi. U aqlli odam, u bilalaydi u. Sabr daqoy Xolidga. Agar u islomga kirsa, Alloh uni sharafli qildi. Islom uni sharafli qildi. Uning o'rnini ustun qildi. Sabr daqoyga dedi. Keyingi bir qazo umrasi nimasida Valid ibn Valid Makkaga berib qarindoshi Xolid bilan ko'rishdi. Ko'rishib, ahvollashdi, mo'ngdishdi ondan keyin "Sana bir gapim bor" degan keyin "Xo'sh, aka, nima bo'ldi?" desa, "Men payg'ambar alayhisalom bilan ko'rishdim. Sen haqida paranglashdim. Rasululloh munda dedi" degandan keyin Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qarab o'ylanib turib qoldi. Ammo ig'iz demaydi, qalbida o'ylaydi. Ha, shu payg'ambar haqqa. Bu kechirib o'tishni, bu kang qo'rsoqlikni haq payg'ambardan boshqa hech kim qila olmaydi. Rost to'g'ri payg'ambar ekanmish, haq payg'ambar ekanmish degan. Va aksi ketgandan keyin uzun o'tmaylar nimaga Makkadan Madinaga qarab yo'lga chiqqan. Shu yo'lda sahobalardan, ashaq iymonat qilib ketayotgan sahobalardan Amr ibn As va Talha ibn Ubaydulloh qatorliq sahobalar bilan uchrashib qoldi. Voy naymonlar desa, Amr ibn As roziyallohu anhu shunday deydi. Biz Muhammadning haqqi kelganini bildik, tunudik. İmanet qilmoqdi degandan keyin "Mana shuni qilmoqdim" deb yo'lda ular 3 kishi ashkarvonda mangdi. Madinaga kelgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalam oldiga chiqdi ularniki. Atrofida sahobalar bor. Rasululloh sahobalarga qarab deydi: "Qaranglar, Makka o'zining jon jigarlarini, Mak o'g'lonlarini sizlar avatibdi. Asli iymon etishi kerak bo'lgan kishilar shular shu. Aqlli odamlar, botir odamlar bor" deb Rasululloh na'at xursand bo'ldi. Hammasi bilan na'ati yaxshi ko'rishdi, quchoqlashib ko'rishdi. Mushu Xolid ibn Valid roziyallohu anhu bilan ko'rishgan chog'da Xolid roziyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning qo'lini na'atchon tutib oldi. "Ya Rasululloh, men o'sha Uhud kunisi musulmonlarniki aqsab bosh qildi, shaharga hujum qilib, nurg'un talobatning bo'lishiga sabab bo'ldim" deb na'ati xijillik bilan Rasululloh qarab turib qoldi. Rasululloh alayhisolatu vassalam: "Ey Xolid, İslamiyatdan burunqi hamma narsani o'chirdi. Alloh islom keltirgan bandasiniki burunqi gunohlarni hammasini kechirdi" degandan keyin Xolid ibn Valid roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, burun men Alloh va uning payg'ambariga qarshi urushib qo'yibganman. Bundan keyin Alloh va uning payg'ambarining dushmaniga qarshi urush qilaman. Shuningga bayat qilaman ya Rasululloh" degandan keyin payg'ambar alayhisalom Xolid ibn Validga duo qildi. "Ya Alloh, bunun İslamını qabul qil, İslamını güzel qilib bergin" deb duo qildi. Endi Xolid ibn Valid roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalom nayt yaxshi ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom nayt yaxshi ko'rdi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu haqida ajoyib so'zlar qilgan payg'ambar alayhisalom. Hech qanday bir ana Xolid ibn Validdek bizni tug'amaydi bundan keyin degan. Va Hajjatul Vadoda Rasulullohning eng oxirgi hajida Rasululloh shu hajdan faoliyatlarni qilib, choshni tushirib, ihromdan chiqgan vaqtda choshlarini sahobalarga bir qancha sahobiy taqib bergan. Va mana Xolid qabripirlar deb Xolid roziyallohu anhuga bir turkum Rasulullohning chechini, muborak chechini aytgan. Keyin shu Sahih Buxoriyda bormi shu? İmam Tabaranining kitoblarida keldi. Xolid roziyallohu anhu shu choshdan bir qismini o'ziniki do'ppisiga, shu bulg'usiga savol ekan. Tabarukan Rasulullahning muborak chechi bor deb. Ma'lum bir jihatda shu Lat Uzza butlarini chaqirgan jihatda jang bo'lib turayotgan. To'plan hammaga. Xolid roziyallohu anhu bechilik do'ppis tushdi. Bayroqni ko'tarib to'xtanglar, do'ppam tepinglar degandan keyin dushman bayroq qildi. Sahobalar bayroq qildi, nima bo'lib ketdi deb. Do'ppam tepinglar, bunda bo'lgan tepinglar degan keyin topgandan keyin silab turib, buningda Rasulullohning muborak chechi bor. Rasululloh menga bergan buni. Men buningsiz jihatga kirmayman. Endi boshlaydi jihatni deb jihatga kirishdi. Ya'ni payg'ambarning sahobasiga, sahobaning payg'ambarga muhabbati mana shunday bo'lgan. Endi Xolid roziyallohu anhu islomga kirgandan keyin
Rasululloh aleyhissalatu vesselam bu zatni Muqta g'azoti qavatidi. Muqta g'azoti qarindoshlar. Bu Payg'ambar alayhisalom bu vaqtdagi jihodlarning eng cho'ngi. Ya'ni tarix kitoblarida musulmonlar 3000, Rumliklar 100 ming deyildi ekan. Ya'ni 30 nechasi barobar bir dushman bor o'tirdi. Shu kunisi haqida Rasululloh alayhisolatu vasallam xabar berib shuna deydi. O kunisi Zayd qo'mondan bo'ldi. U yiqildi, shahid bo'ldi. Uningdan keyin Ja'far ibn Abu Talib qo'mondan bo'ldi. Qo'mondanlar bayrog'ini ko'tardi. U shahid bo'ldi. Rasululloh yig'layotdi, ko'zlaridan yoshlar oqayotdi. Uningdan keyin Ibn Ravoha ko'tardi bayroqni. U qo'mondan bo'ldi. U shahid bo'ldi. Uningdan keyin Allohning qullarining ichidan bir qilich chiqdiki, bu bayroqni ko'tardi. Ana musulmonlar ana oldu g'olib keldi dedi. Shuningdan e'tiboran Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu Allohning qilichi Sayfullah, Sayfullahil Maslul deb ataldi. Rasululloh o'zi bizzat atgan. Va shu nimada Muqta g'azotida Xolid radhiyallohu anhu ajoyib aql zakosini, botirligini ishlatgan. Ya'ni oldidagi 3 sahoba jalil shahid bo'lib ketdi qo'mondonlar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu kelgan chaqda bu zot sabdan almashtirgan. Oldin kunsa oldi turganlar orqaga, orqadagilar oldiga, o'ngdagilar solga, soldagilar o'ngga. Alqichi bir sapchakka tuzgan. Endi chiqaydi degan. Chiqqandan keyin dushman ko'rib umidi uzilgan. Voy, tunugun ko'yga odamlar yo'q-ku. Yangi bir yordamchilar kelibdi musulmonlarga deb qichishga boshlagan. O kunisi shunchalik bir dahshatli urush bo'lganki, Xolid radhiyallohu anhu 8 qilichni sindirayotganki shu kunisi. Badaniga nurg'un yerlarga qilichni tekkan, ammo Alloh taolo musulmonlarning g'olibiyati bilan u jang oyoqlashgan. Endi u Muqta g'azosidan keyin taxminan 2-3 oy, 4 oy o'tgandan keyin Makkaniki fathisiga bir turkum qo'shinga Xolid radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom qo'mondan qilib o'tgan. Endi shu jihatlarda eng oldingi qo'mondonlik qilib Makkaning fathisidek nihoyatda sharafli bir ishlarda kim o Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu qo'mondan bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ketib qolgandan keyin vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning zamonida ham bu zot qo'mondan bo'lgan. Murtadlarning fitnasi chiqqan. Uni bostirishda alohida kuch ko'rsatgan, botirlik ko'rsatgan. Uningdan keyin Musaylamatul Kazzab degan bir kishi chiqqan, badbaxtning birisi. Shuniki fitnasini bostirishda ham Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu qo'mondan bo'lib shu yerga borgan, Yamamaga. Bugungi Riyoz atrofida to'g'ri keldi ekan. Tarixda birodarlar, Musaylamatul Kazzab deb birisi chiqqan. Badbaxt. Ayni vaqtda Rasululloh alayhisolatu vasallamning ino kelgan bir o'mak bilan Rasulullohni ko'rgan va Rasululloh alayhisolamniki yenidagi sahobalarniki nayt Rasululloh ixlos qilayotganligini, ularning "Voy ya Rasululloh" deb yana qo'l qo'shtirib turayotganligini ko'rib o'ylab qolgan. Ha, ammo Yamamaga qaytgandan keyin o'shundan payg'ambar desam, atrofim odam to'plashsa, kuch buldi, pulim buldi, saltanat qurg'udakman deb o'ylab qolgan. U Yamamaga qaytgandan keyin ashuna asosda o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan. Amr ibn As radhiyallohu anhu shuna deydi. Musulmon bo'lishni kerak. Endi u yerlarga bu yerlarga berib ko'rib boqqan bu odam. Shu Yamamaga berib, yana payg'ambar baka degandan keyin ko'rpaqa deb berib, bizdan chiqqan payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom, nodi cho'ng gapdan davatida. Aqlimiz lol qavatida. Hech kim tangilamaydi uningga. Yomon sallallohu alayhi vasallam keltirib qo'yganlar bir oyat davatida hech kim keltiramaydi. Sama shundan bilan diyalamsa desa, Alaqan Musaylamatul Kazzab, ha, menga oyat nozil bo'lib turdi, ancha-muncha. Men deyman, men yozalayman deb bir narsa degan. Degan al-filu mal-fil va ma adraka mal-fil laha khurtumun tawil degan. Endi uni ma'nosi nima desam, fil degan nima, uni qanday bilalaysa, uni uzun tumshuqi bor degan. Amr ibn As radhiyallohu anhu kulib ketgan edi. Mushumi sening degan narsa. Ajoyib kazzabkansa juma, ajoyib to'q o'tibsa buni degan keyin qalmashtiribman qile degan umuy olmay. Endi buni nima deb o'rganib olgan desa, Qur'oni Karimdagi al-qari'atu mal-qari'a va ma adraka mal-qari'a, al-haqqatu mal-haqqa va ma adraka mal-haqqa. Mushu so'zlarni anglab Musaylamatul Kazzab.
Aşunu doğrab yasıvagan. Peygamber sen anlatkan narsini mi? Kıyamet hakkında. Nahayet çoğun gap. Ula hazırlıktan al-Qari'a kelimesiniki kıyamet mensin bildirganligini, kıyamet deb narsanın bağlılığını, bu zamanla tugaydiganligini, hisob kitobni buldiganligini o'ylab boqmagan bir qavmga ajoyib cho'ng gaplarni degan Rasululloh. Ammo u Musaylamatul Kazzab nayt tayin yo'q gaplarni degan. Ammo bu yerda bir hikmat var. Alloh taolo xolgan kishisini hidoyat qilib, xolgan kishisini azg'ut qoldirib qo'ydi ekan. Ashularning nayt tayin yo'q gap qilayotganligini bilsa-mu, yana nurg'un kishilar agashgan. Allah Teala'nınki hidayet yetmeyecek. Xuddi zararlı çekimli bunun tişida. Ulan işme, yeme, insanı ziyan kıldı, uç his koysun mu? Nurgun adam aygışıp kuvvetlen okşar. Ana şunun kazzaklığını bilip durup nurgun kişi aygış gelirken. Ana şunun fitnesine bastırışta Halid ibn Velid radıyallahu anhu ana kılan komandan bop bağlan. O ne? Musaylamatul Kazzab ne? Vahşi radıyallahu anhu öldürgen. Vahşi radıyallahu anh şuna deydi. Ben bugünküçe insanların yaxşısı bulgan, Hamz radıyallahu anh'ın İslamiyetini bilen öldürüp koygan, nadametsiz yaşap kelgen edim. Pişayman içinde. Qanday uyana bu günahim deb kelgen edim. Bugün şu Qur'anim bilen şu insanların en nachiri, bedbaxt bir Musaylamatul Kazzabni öldürdim. Ey Allah, şu işimni bir günahimga, mening xatoligimga kafforat qilib bergin deb duo qilgan. Ana şu Musaylamatul Kazzab'niki fitnesi bastırılgandan keyin Hazreti Abu Bakr'ning zamonidan keyin Hazreti Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot bo'lib ketdi. Undan keyin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu'niki zaman keldi. Bu zot Halid ibn Velid radhiyallohu anhu'ni nimaga Shomga fath qilishga javob avatdi. Avatgandan keyin Shomda yo'lga chiqib ketayotgan vaqtida kishilarda shunday gaplar paydo bo'ldi ekan. Halid Shomga minibdi. Bo'ldi, Halid ketgandan keyin g'alaba qildik. Halid barjan damimiz g'alaba qilamiz. Halid buldika yengimiz, Halidimiz yengil qilamiz. Halid barka g'alaba qilmaymiz deydigan bir narsa gaplar tarqalibdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu buni anglab cho'chibdi. Bu g'alaba degan Allohning ilkilik narsa bu. Alloh xolgan kishini g'alabiyatdan aziz qildi, xolgan kishini mag'lub qildi. Kishilar buni unutib qoldimi? Qanday bo'ldi bu deb Halid ibn Velidga shuna xat yozdi. Ey Halid, men seni yaxshi ko'rmadim dedim. Men seni yaxshi ko'rman. Alloh rizolik uchun yaxshi ko'rman seni. Ammo kishilar orasida shunday bir gaplar paydo bo'libdi. G'alaba Halidning qulidiga, Halid bo'lsa g'alaba qildika degan gaplar paydo bo'libdi. Men bugundan boshlab seni avatman. Sen oddiy askar bo'l. Sening o'rningga Abu Ubayda ibn Jarroh qo'mondan bo'lsin deb xatni tamomlaydi. Halid radhiyallohu anhu bu xatni ko'rgandan keyin minberga chiqdi. Mujohidlar so'z qildi. Ey musulmonlar, ey mujohidlar, menga Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob shuna xat yozibdi. Bugundan boshlab bu ummatning eng ishonchli amin odami Abu Ubayda ibn Jarroh. Rasululloh shuna sifatlagan buni. Sizlar qo'mondan bo'ldi. Men undan boshlab hammamiz mushunga itoat qilaylik degan. Birodarlar, mana bu Halid ibn Velidniki nima? Samimiylik, mardlik, sixiylik, qo'lida necha 10 ming askar bor odam. Eng yuqori martabadan eng tuvayaga tushibdi. Bu nimaga o'zing ustidagi amirga, xalifaga itoat qilish, samimiylik. Shuning bilan ana shu jihatda Shomning fatisida Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu qo'mondan bo'ldi. Shomning fatisi fatih qilindi, g'alaba qildi. Musulmonlar analgin deydi. Halid bunisi g'alaba qilib bo'ldi ekanda. Asli bu g'alaba Allohning ilkilik narsa bu. Alloh xolgan kishini aziz qildika. Halid bilan aloqasi yo'q ya buniki deyishgan. Ya'ni kishilarning oshuna dab qilishimi hamda insoniylik nimasidan kishilar olimlar shunday deydi. Chunki Halid radhiyallohu anhu hech qachon yengilib qo'ymagan. Hech qachon yengilmagachga bu kishida yengilish degan narsa ko'rib qo'ymagachga kishilar bu doim yengidi. Yengish mushning qulida deb qolgan deydi. Keyin ana shu Shomda turib qolgan Halid ibn Velid radhiyallohu anhu va shu nimada Shomda taqalgan bir vaboda bu kishi kasallik qolgan. Kishilar 12 ashablari, hamrohlari, do'stlari kelib yo'qlagan. Kirgan chaqda bu kishi yig'lab o'ltirgan. Nimaga yig'laylar? Nim bo'ldi? Sizlar degan katta bir jalil sahoba, Rasululloh o'zi maqtagan sizlarni. Siz bir umr jihad qilib o'tgan odam, nimaga yig'laylar desa, men bir umr Allohning yo'lida o'lay deb o'lim istab yurdim. Alloh yo'lida bir o'lsam bo'ldi, men shahid bo'lsam bo'ldi deb o'lim istab yurdim.
Muqta gazıtıda düşman 100 ming, musulmonlar 3 ming. Aramızda şundaq bir çoğun farq var. Ben şu günüsü Rumluqlarga qarab dedim, "Ey Rumluqlar, sizlar aroq sharobni qanday yaxshi ko'rsanglar, biz Allohning yo'lida o'lishni shunday yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun keldik bu yerga." deb urushga kirgan edim. Ammo Alloh taolo menga boshqalarga shayxini ato qildi, men ato qilmadi. Men shu yotgan yerimda, shu ko'pamning ustida o'lib qoldi o'xshayman. Shuningga yig'layapman dedi. Hamda Xolid ibn Validdak bunda katta bir zatning bu köprüsünün üstünde öldürülüşü şehitliğin kam emas birodarlar. Bu zat bir ömür İslam topraklarına, İslam çigiralarına müstehkemlaş, bunu qoğdaş üçün ötdi. Bir ömür Allah'ın ki kelamını âli kılış üçün ötdi. Bir ömür Müslümanların ki abrosuna üstün kılış üçün ötdi. Bu kişi hani şu ağırıp kalgan kesili bilen nimede Humus diyeydim Şam'da. Hicretniki 21. yılısı. Bana şu Ramazan ayında, Ramazan ayının 18. günü ise aşağıkan yerinde vefat oldu. Hem de Halid ibn Velid radıyallahu anh bir ömür müşuna cihat kılıp cangahla dötken adam ki. Bukhari'de 2 yoki 3 hadis rivayet kılarken. Toplam başka kitaplarda 17 yoki 18 ömür boyida hem de Resulullah'dan şunchalik az bir hadis rivayet kılan. Çünkü o kişiniki özünü belgen, merkezleştirgen yeri cihat. Allah yolundaki kıtal. Şuna bu kişi bir rivayet şuna deydi. Bir günü namazda durdu deydi Halid ibn Velid radıyallahu anh. Namazda sal kıraatte nımıp kaldı deydi. Ayetlerden unutup kaldı. Namazını okup olgan eken iltimas, meni hem bunun için namaz ötkazmasanlar. Ben bir ömür cihat kıptım ha. Bazılarında hata okup koyutken celil bir sahabe, kattı bir sahabe. Naiti kemter ötken, naiti samimi ötken, mert ötken. Mana bu Halid ibn Velid radıyallahu anh arkadaşlar. Mana bu biz ballarımızga, avlatlarımızga, halkımızga ülgü kıldıgan. Valla muşunu ögen, muşu sahabede ögen deydigan celil sahabe. Allah Teala Halid ibn Velid radıyallahu anh'tan razı olsun. Allah Teala bizni Peygamber aleyhisselam bilen Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali ve başka Halid ibn Velid radıyallahu anh mudakkat sahabeler bilen cennetlerde birge kılsın. Kılan dualarımızı icabet kılsın. Hemimizden Allah razı olsun. Ve ahiret davana enelhamdülillahi rabbil alemin.